Salom do'stlar, men Abdulaziz Isaqulov, Nyu-York shahridagi Isaqulov Law Group PC advokatlik firmasi asoschisiman. Sizlar bilan bugun juda ham muhim, quvonchli xabar bilan bo'lishmoqchiman. Mijozimizga biz O1 vizasini olishda yordam berdik. Keling, ushbu rolik davomida bizning mijozimiz kimligi va ularga O1 vizasini olishda qanday yordam berganligimizni bilib olamiz. Maqsud, sizni aynan O1 vizasiga ariza topshirishingizga qanday sabablar undadi? Turli xil sohada faoliyat yuritgan advokatlar bilan, Amerika qonunchiligidan xabardor bo'lgan insonlar bilan maslahatlar olib, o'ylagandan ko'proq erishish mumkinligi haqida ma'lumot berdim. Menga o'rtacha 4 oy vaqt ketdi. 3 oy faqatgina hujjatlarni yig'ish, to'g'irlash, yozish, o'sha hujjatlar taqdim qilgan tashkilotlardan u haqida fakt tasdiqlash bo'yicha ma'lumotnomalarni olish, vizani qo'lga kiritgandan keyin o'zim sohamda bemalol ishlay olish imkoniyati. Endi eng yaxshi bundan keyingi hayotimizga ham ta'sir qiladigan yangiliklardan bittasi bo'ldi.